لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى وبشرى وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Subhanahu ve Taala Mülk Suresininki 3. 4. ayetlerinde Allah Subhanahu ve Taala'nın azimeti, kudretige işinişinin paketlerini sözlep Estaizu billah, Bismillah mundaq degen. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Allah Subhanahu ve Taala 7 kat asmanını kat yarattı. Sen her kandak bir insan Rahman Taala'nın yaratışıda bir-biriga mas kelmeydiganlıqdan kömeyse. Sen közüngni yana tekrar Allah Subhanahu ve Taala'nın asmanlardaki kudretlerine tekrar qaratıp bakın. Allah Subhanahu ve Taala yaratkan Allah Subhanahu ve Taala'nın puhtuluk kudretide hiç kandak bir ayıp noksanını kömeyse. Andın közünü akımaqa tekrar yine Allah yaratkan asmandaki barlık kudretlerge tekrar yandırıp bakın. Sana közün ayıp noksan tepiştin ziyan tartıp közün ayıp noksan tepiştin tilip Allah Subhanahu ve Taala'nın acayibat kudretlerinden Allah Subhanahu ve Taala'nın acayibat her türlük keşfiyatlarından ve yaratkan kudretlerinin puhtuluğundan közün tilip yenip geliyor. Demek Allah Subhanahu ve Taala mana şu ayetler arkalık aynı vaktki Mekke müşrikleri aynı vaktki Allah Taala'ga ve Allah Taala'nın kudretige ve Allah Taala'nın Rahman sübtige tanıgan şu kafirlarga Allah Subhanahu ve Taala özünün çeksiz kudretlerini özününki retlik puxta yaratqışı ekanligini bayon qildi. Hem shunaqla Allah Subhanahu ve Taalaga şirik keltirgan şu müşrik kafirlarga Allah Subhanahu ve Taala yaratgan 7 qat asmanda retlik bo'lgan bir xil intizamning Allah Subhanahu ve Taala'nın yalğuz ilah ekanligiga Allah Subhanahu ve Taala'nın şirik yo'q ekanligiga pokit ekanligini bayon qildi. Hem aynı vaktki barlık insanlarını ve hazırki hemme insanlarını Allah Subhanahu ve Taala'nın asmanlarda koygan kudret paketlerine ular bilgen barlık bilimleri bilen ve ular erişken barlık akli iktidarları bilen ve ularda ba meyli en yuqur bolgan fen texnikalarga erişken fen texnika taraqqiyatları bolsun ve en tüven fakat közünün taşkir kürünüşürellam asman cisimlerdeki katma-kat Allah Taala'nın kudretlerine qaraydığı Allah bolsun. Her kandığı ularda toğru bolgan qaraş bilen hakiki
qalbining o'g'aq bilan qaraydigan bo'lsa, qanchalik tashrish, tadqiqot ilib borgan siri, qanchalik qargan siri Allah subhanahu va taolaning 7 qat osmondagi qudratlari faqat Allah subhanahu va taolaning shirik yo'q, yolg'iz ekanligiga, Allah subhanahu va taolo yaratgan 7 qat osmon ostida yashagan barliq insonlarning faqat Allah subhanahu va taologa qul bo'lish, Allah taolaning rahmat va mehri shafqatlarini tunib, Allah subhanahu va taoloni haqiqiy yaxshi ko'rib, Allah subhanahu va taologa haqiqiy xushu ayminish bilan ibodat qilish, qulchilik qilish, Allah taolo buyurgan buyruqlarni qabul qilish va cheklagan cheklimlardan ko'ngil rozimanlik bilan yenishdan iborat mas'uliyatiningki barligini mana shu Allah subhanahu va taoloninki qudrat oyatlari bizga alohida bayon qiladi qarindoshlarimiz. Ham shundaqla osmonlardagi har bir qudratning yaratquchisi, o'rinlashtiruvchisi, 7 qat qatma-qat osmondagi ratlik o'rinlashtirishlarning hammasi Allah subhanahu va taoloning shirik yo'q ekanligini, insonlar har qandaq bir kishilar paydo qilgan har qandaq bir shirkning hammasi yolg'on ekanligini, bo'libmi insonlar o'zlariga xo'jayin qilib olgan hozirgi zamondagi fir'aunlar yoki har turli zolim kattavoshlarning hech qaysisi osmon va zimindagi Allah yaratgan har qandaq qudratga aralashmagan va aralasholmaydigan, balki Allah yaratgan qudrat aslidagi Allah bergan ne'mat, rahmatdan foydalanib turib, Allah yaratgan mu'min insonlarga, mu'min qullarga va dunyo insonlarga ularning zo'migarlik, tajovuzchilik va har turli ularga istibdod yurgizayotganligi, o'zini ularga yolg'ondan iloh qilib tiklayotganligini mana shu oyatlarining hammasi bizga alohida Allah taoloning qudratini bayon qilish orqali yolg'ondan o'zini iloh qilib olgan barliq fir'aunlarning yolg'on ekanligini uqtirdik qarindashlarimiz. Shuning uchun Allah subhanahu va taoloning osmonlardagi qudratlari qargan har qandaq bir mu'min, dunyodagi har qandaq bir Allah qarshi maydonga kelgan yolg'on fir'aunlarga, shirk keltirilgan but haykallarga, har qancha insonlar nazarida cho'ng deb sanalgan, katta deb sanalgan inson bo'lsa-mu, ularning har qandaq bir hurmati yoki ularningki sharafini ilohlik darajasiga ko'tarishdan iborat bo'lgan har qandaq shirklarning, har qandaq kufrlarning hammasiga Allah subhanahu va taoloning osmonlarda yaratgan qudrati qarshi ekanligini faqat yolg'iz Allah subhanahu va taologa hidoyat berish, hukm chiqarish, to'g'ri yo'lga boshlash va yaratish va insonlar hayotiga qonun belgilash, to'g'ri xatoni belgilash, halol harom belgilash va shundaqla insoniyatga haqiqiy ularning dunyo oxiratlik baxt soatiga yo'l yo'riq berib, ularni hidoyatga yetaklash va ularni har qandaq bir azib ketgan yomon yo'ldan yo'l belgilab cheklash, hamma alohidilik, hamma hukm yurgizish iqtidorchiligi Allah taolo xos ekanligini, hamma shu Allah taoloning 7 qat osmondagi qudratlarining cheksiz ekanligi va ratlik ekanligi, Allah taoloning har bir shayining egisi ekanligining hammasi mushu Allah taoloning har qandaq narsaga o'zi hukmron ekanligiga, Allah taoloning hech qandaq shirik ekanligi yo'q ekanligiga pokit bo'ladi qilmashimiz. Shuning uchun har qandaq bir musulmon qarindosh Allah taologa ixlosmanlik bilan ishinaman deydi ekan, qat'iy Allah qarshi bo'lgan maydonga kelgan shirklarga va but haykallarga va shundaqla hozirgi zamondagi har qandaq o'zini ilohlik o'rniga chiqarib olgan fir'aunlarga tinishimiz kerak. Ularning yolg'onligini, ularningki istibdod ekanligini bilishimiz kerak. Bo'libmi Xitoy kommunistlari ularning zolim raisligiga o'xshash
Her qandaq bir dünyadaki zulüm ve küfür bilen insaniyetke özünü xo'jayin qilib algan barliq zalim kafirlarning faqat Allah'ның qulu ekanligini, Allah bergen huquqdan, sınash uchun bergen mulkdan ular suiiste'mol qilish bilan insoniyatga, musulmonlarga tajovuzchilik, zo'migarlik qilayotganligini bilishimiz kerak qardoshlarimiz. Shuning uchun biz mana shundaq yolg'on fir'avlarga, yolg'on o'zini insonlarga iloh qilib olgan barliq zolimlarga qat'iy tinishimiz faqat yalğuz Allah subhanahu wa ta'ala kudretlik Allah subhanahu wa ta'ala işinişimiz gerek kardeşlerimiz. Hem Allah subhanahu wa ta'ala bizge şunçuluk kudretlerini bayan kıldı. Bayan kılgan muşu kudretlerini biz anlap durup, bilip durup hem muşu kudretlerinin Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizni dünyaya keltirgenlikteki Allah Teala'ga yalğuz çokunuşumuzun asaslık paketi bulduğanlıkını biz bilip durup nime için Allah Subhanahu ve Teala'ga hakiki Allah bizge yardım, kalbi ata kılgıdak derecede kulçuluk kılalmayız. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'ga ihlasmen kulçuluk kılgan nurgun halis Müslümanlarga Kur'an-ı Kerim'de nurgun yaxşılık ve dünyada mı galbe, ahirette mi rahmetini vaadi kılgan, muşu Allah vaadi kılgan galbiler nimişki bizi kelmeydi. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın ki barlıkını, Allah Subhanahu ve Teala'nın ki bizning şirik yok, yalğuz ilahimiz ikenlikini biz tonup durup nimişka Allah Subhanahu ve Teala bizgi vaadi kılgan yardımlarını ve dünya Müslümanlarına vaadi kılgan yardımlarını nimişka Allah Subhanahu ve Teala bermeydi. Digen muş suallık karta biz oynayışımız gerek kardeşlerimiz. Bu suallık karta biz Allah Subhanahu ve Teala'nın asman ve zemindeki Allah Subhanahu ve Teala'nın her bir şeydeki koygan paketleri barısında tefekkür kılış arkalık Allah Subhanahu ve Teala'nın özünü tonuşumuzun Allah Subhanahu ve Teala'nın çeksiz kudretlik ikenlikini tonuşumuzun aciz bop kalganlığı üçün Allah Subhanahu ve Teala bizge düşürgen perizlerini Allah Subhanahu ve Teala bizge düşürgen hükümlerini bilsek mi? Allah Teala'nın kudreti arkalık Allah Teala'nı hakiki tonuşumuzun tön bop kalganlığı tüpeydin biz Allah Subhanahu ve Teala'ga Allah bizden razı boğdak derecede muamele kılalmadık. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bizge öz rahmeti bilen özünün mümin beldiri kılgan vaadini düşürmedik kardeşlerimiz. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın bizi kılıdığan yardımı, galbilerini Allah Subhanahu ve Teala'ga biz Allah bizge yardım kılgıdak derecede yıkılışıp Allah'a hakiki sadakatmen bulap Allah üstümüzde koygan vazifelerini Allah'ını hakiki tutup durup kılıştın bekra Allah Subhanahu ve Teala aldı ki Allah'a yıkınçılık kılış mesuliyetlerimizni ada kılmayı durup Allah Subhanahu ve Teala'dan bizninki tilaydıgınımız Allah Subhanahu ve Teala'dan biz erişmekçi boğunumuz Allah Subhanahu ve Teala'nın ki bizgi birdiğen inamlarının ki köp buluşunu arzu kılışımız bu artık kop gitti. Demek evvelen biz bizgi birilgen nimetini ve bizgi birilgen Allah Subhanahu ve Teala'nın ki barlık inam rahmetlerini tutup asmanda koygan ve her bir şeyde koygan kudretlerini tefekkür kılış arkalık biz tefekkür, analiz ve fikri yürüzüş oğlu bulup Allah Subhanahu ve Teala'nın kudretleri de Allah Subhanahu ve Teala'nın azimeti ve heybeti de Allah Subhanahu ve Teala'nın ki aziz katta özüge işen güçlerge
o'ziga yaqinlashquchilarga rahm qilib yordam beradigan, o'zi qarshi chiqqanlardan ilgiriki Ad va Samud qavmidan va Fir'avndan intiqom olgandek, intiqom oladigan qudratini haqiqiy to'nigan bo'lsa edik, Alloh subhanahu va taolaning qudrat va kattaligini Alloh subhanahu va taolo yaratgan barliq mahluqatlaridan va Alloh taolo bizi qilgan in'omlaridan tafakkur qilish orqali Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy ravishda to'nigan bo'lsak edik, Alloh subhanahu va taolo ilgirki ummatlarga yordam berishga va'da qilgan shu g'albalarni Alloh subhanahu va taolo bizga yordam qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo va'da qilgan g'albalar qaysi? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah Va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim va la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum va la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna deb Sura Nur'ning 55-oyatda shunday degan. Alloh subhanahu va taolo sizlar insonlar ishidan iymon keltirgan kishilarni va yaxshi amal qilgan kishilarni yer sharida huquqqa ega qilishni va'da qildi. Ulardan burunqi iymon keltirgan va yaxshi amal qilgan kishilarni huquqqa ega qilgandek va ularga ularning dinini kuchga ega qilishni Alloh ularga rozi bo'lgan islom dinini kuchga ega qilishni Alloh subhanahu va taolo va'da qildi. Ya'ni islom dinini hokimiyat ustunlikka erishtirishni Alloh subhanahu va taolo va'da qildi. Alloh subhanahu va taolo ularga ularning qo'rqqanidan keyin xotirjamlikni almashtirib berishni va'da qildi dedi. Qarindoshlarimiz, mana Alloh bizga va'da qilgan mushu va'dalar bizning hayotimizda nimishqa amallashmagan desa, biz Alloh subhanahu va taoloni, Alloh subhanahu va taoloning azamat qudratlarini, Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy har yerda bo'lsak, yuragimiz titrab turib, ayminadigan darajada Alloh taoloning qudratlariga qarab, Allohni haqiqiy tonish darajaga yetmaganligimiz uchun qarindoshlarimiz. Har qandaq bir inson, bir musulmon Alloh taoloning buyruqlarini bilar ekan. Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy ravishda kattalik qudratlarini Alloh qo'ygan barliq qudrat dalillariga qarab haqiqiy ravishda tonimaydi ekan, unda kishi Allohni haqiqiy tonimaganlik uchun Allohning buyruqlarini ijro qilishda, Alloh to'sqan ishlardan yenishda amaliy ixlosmanlik bilan sadoqatman qul bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Shuning bilan ular Alloh subhanahu va taologa haqiqiy qaytib kelmaydi. Alloh ularga topshirgan vazifalarni ijro qilishda yengiltak qilish bilan birga o'zining Alloh oldidagi mas'uliyatini o'ylashdan bakroq Alloh subhanahu va taolo bizga nimishqa yordam bermaydi deb Alloh subhanahu va taoloning o'zi qilgan rahmatiga nonko'rlik qildi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz avvalan Alloh subhanahu va taoloning qudrat dalillari mo'jizlarida qattiq o'ylanish orqali Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy tunishimiz kerak. Bulubmi Alloh subhanahu va taoloning zoti borasida, Alloh subhanahu va taoloning o'zi borasida bu to'g'riliq tafakkur qilishdan bakroq Alloh subhanahu va taoloning qudratlari, haybat va azamatining dalillari bo'lgan barliq dalillarida ko'p o'ylanish orqali, ne'matlarida ko'p o'ylanish orqali Alloh subhanahu va taoloning kattaligini bilishga ahamiyat bersak, biz Allohning qudratlik, azamatlik dalil va isbotlarini qanchalik to'nigan siri shunchalik Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy qo'rqimiz. Masalan, 7 qat
osmon va zamin. Allah subhanahu va taoloning biz uchun yaratgan jannatiga qaragan vaqtida kichikgina bir narsa bo'lishi mumkin. Jannatlar shuncha kengri, shuncha bepoyon. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz dunyoni bak cho'ng bilib qilib Allohning qudratini, Allohning azamatlarini kichik sanaganligimiz tufaylidirla jannat uchun, jannatdagi ne'matlar uchun dunyoning shahvatlaridan kechalmaganligimiz, din va islom millatining bo'libmi bizda qulluq xorliq qilib qolgan Xitoy kommunistlarining kech-kunduz yo'qitishiga, zo'ravonlik qilishiga, pashlacha har turli istibdod va vahshiylarcha qirg'in qilishiga yo'liqqan bizdek musulmonlar Alloh taolaning jannati uchun din va islom millatining kelgusi erkinligi, istiqboli, musulmon xalqimizning ozodligi uchun biz shaxsiy manfaatimizdan diniy manfaatimizni, musulmon xalqimizning manfaatini, islom dinimizning manfaatini üstün bilolmaydigan ana shundoq ojizona bir ruhga ega bo'lib qolgan bo'lishimiz mumkin qardoshlarimiz. Shuning uchun Alloh taolaning qudrat, haybat, azamatlarini qancha tunisak, Allohning oxiratdagi jannatlarini, buningdagi bepoyon ne'matlarini qancha tunisak, o vaqtda biz Allah subhanahu va taolaning oxiratdagi ne'matini, Alloh taolaning oxiratdagi hisob intiqomidan qo'rqqanligimiz uchun, oxiratdagi Alloh taolaning ne'matiga erishishni haqiqiy yaxshi ko'rganligimiz uchun, bu dunyodan oxiratni cho'ng bilganligimiz uchun har qanday nafsimizning xohishlarimizdan kechalaymiz. Har qanday moddiy manfaat yoki har qanday inson va jinning shaytoniy izqilari va bismlari va har turli zarbalari bizni haq adolat maydonimizdan Allah uchun va dinimiz uchun va Allah bizga topshirgan musulmon xalqimizning ozodlik uchun qiladigan barliq tirishchiligimizda hargiz keyrimizga chekinmaymiz, qiynashamiz. Shuning uchun biz Allah subhanahu va taolaning Qur'oni Karimda keltirgan bunu oyatiga diqqat nazarimizni tashlashimiz kerak. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda dedi: "Estağfirullah. Qul unzuru ma za fis semawati vel ard." Degani Muhammed aleyhisselam, sizlar qarab boqinglar. Allah subhanahu va taolo osmonlarda va zaminda nima qudrat, nima mo'jiza, nima dalillarni yaratganlikka qarab boqinglar dedi. Demak, Allah subhanahu va taolo bizni osmonlardagi va zamindagi Allah subhanahu va taoloning qudratlariga qarash orqali tafakkur qilishga, biz fikrlarimizni erkin qo'yitish orqali Allah subhanahu va taolodan haqiqiy qo'rqadigan, Allah subhanahu va taoloni haqiqiy tonish orqali Allohga amaliy yaqinchilik qiladigan ixlosman mu'mindan bo'lishga tirishchilik qilishimizga Allah subhanahu va taolo mush oyat orqali bizni alohida ogohlantirdi. Biz nima uchun Allah subhanahu va taoloninki buyruqlarida tafakkur qilamiz? Chunki Allah subhanahu va taolo bizni qo'lini zuru degani Muhammad qaranglar deb buyruq qildi. Xuddi Qur'oni Karimda sizlar namozni turg'izinglar, sizlar tarat olganda faghsilu wujuhakum, yuzinglarni yuvinglar, yana zakat beringlar deb bizga buyruq qilgandek, Allah subhanahu va taolo osmonlardagi va zamindagi qudratga orqama qarab tafakkur qilishga, hozirgi zamondagi barliq fan taraqqiyot va ilm fan bilan taraqqi qilgan barliq ilm fan egilari va barliq insonlar qanchalik taraqqiy qilgan siri Allah taolaning qudratini, Allah taolaning ajoyibotlarini, Allah subhanahu va taolaning azamatini ko'rish lozimligini, qancha bilgan kashfiyat va taraqqiyot va osmonlarga her türlü hozirgi zamondagi taraqqiyot qatnash vositasi bilan, hozirgi zamondagi her türlü ushar kiyimlar bilan va havodagi sun'iy hamrolar bilan qanchalik doiralarga
tadqiqot qilishga biz borgansiri shunchalik Alloh subhanahu va taolaning qudratini ko'radiganligimizga bu oyat bizni chaqirdi. Demak, hozirgi nurg'un fan tadqiqot egalarining Alloh taolaga haqiqiy tövbe qilib qaytmasligi yurak ko'zlarini, tafakkur ko'zlarini, tushuncha ko'zlarini, o'ylanish ko'zlarini, aql ko'zlarini ochmaganlikdan qiynaşırmız. Şuna biz faqat Allah subhanahu va taala bizga tushirgan 5 vaqt namozdagi buyruqlarga islom degan musho datlam namozga, ro'zaga, zakatga, hajga buyurilgan buyruqlarga isilib faqat mushuni bilan bo'ldi qilmasdan balki biz Allah subhanahu va taolaning mana mushundaq osmonlarda va zaminda qarab tafakkur qilish orqali erkin fikri o'g'loni bo'lish orqali biz ilohiy bo'lgan haq Allah'ның kudretlerini, azimetini asman ve zemindeki deliller arkalı hakiki yürek bağırlarımız, kan tomurlarımızga düşenci verip Allah'ның azimetinin sahabeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sıddıklar ve bağırlık peygamberler tesirlengendek vücudumuz, hayatımız hakiki Allah'ның azimet kudretinden təsirlik qorqıdığan ixlasman müminlerden buluşqa tirişçallık qilishimiz lazım qilishimiz. Nima üçün biz Allah subhanahu va taolaning kudretleriga haqiqiy qaraymiz? Kudretlerini haqiqiy tanısak, Allah subhanahu va taolaning ajoyibat mo'jizalarini haqiqiy tanısak, Allah subhanahu va taolani haqiqiy Emri azimetlik, kudretlik, şunca azimet, kudret igisi Allah ve tesir igisi Allah iken de tanıyımız. Bunu hakiki tanıgan ikenimiz o vaxtada Allah subhanahu ve taalaga itaat kılımız. Nima üçün Allah subhanahu ve taalaga itaat kılımız? Allah subhanahu ve taalaga Allah bizge buyurgan süpet boyunca hakiki İhlas mellek ile itaat kılsak, o vaxtıda biz bu dünyada Allah Teala'nın hidayeti girişereyimiz. Bu dünyada Allah bizi kılgan vədələrini uçku çıkıp durdu. Ahirette Allah Subhanahu ve Teala'nın azabını selamet kılarayımız. Demek, dünyada mı, ahirette mi, hulas edilgen vaxtımızda bəxtlik bulumuz qiynaşırımız. Özümüzün dünya ve ahiretlik bəxt saatini tapımız deydikenimiz, biz asman ve zemindeki her bir kudretlerge qarta qargulaçı muamele kılmasın, belki fikri gözümüzün iç arkalık muamele kılış arkalık özümüzün dünya ve ahiretlik bəxt saadetini, yani Allah subhanahu ve taalaның azimet kudretini tanıganlıqdan Allah Taala'ga itaat kılışını baldır tepiliş. Bizning maqsadimiz va bizning g'oyamiz bo'lishimiz kerak demişimiz. Shuning uchun Allah subhanahu va taala bizni mana shu Tabarak surasininki 3-oyatlardan tatib Allah subhanahu va taolaning qudrat azimatlariga bizni alohida ogoh bo'lishga va dunyo insonlarini, kofirlarni, mushriklarni alohida ogoh bo'lishga chaqirdi. Her birisimizni Allah subhanahu wa taala Allah Taala'nın asman ve zeminde koygan kudretleri arkalık tefekkür kılış bilen Allah subhanahu wa taala'nı hakiki tunup Allah tapşırgan buyruklarını Allah'ın tunup icra kılıdığan yürükünün kıldan tımorları kışırık Allah Taala'nın hakiki korkkallıktan peyda bulgan tesir ularının hareketi, əməliyeti, hayatı, cemiyeti, bütkül kılgan hizmetlerine tepçüp çıkıp ularını keçileri uxlatmay, kündüzleri her yerde bolsun Allah Taala'dan korkuş, ularını Allah'a hakiki ihlasla kul buluşqa, abdumatlık
hareket kıladigan ihlasmand qullardan bo'lishimizga Allah her birisimizni nasip kılsın. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.